Videoni oxirigacha ko'ring. Qo'l uyimizga 10,000 kilometr yurmagan Damas bonusiga berilyapti. Videoga like bosib qo'ying. Qo'l uyimiz Bo'stonliq tumani Abay qishlog'i, Ilg'orlar ko'chasi 3-uyimiz sotilyapti. Fasadimiz 17 ga 47. Yangi O'zbekiston bilan oraliq masofa 23 kilometr, betonkaga 500 metr. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, yonginasida 53-maktabimiz. Yonda maktab, bog'cha, do'kon, markaz joylashgan. Endi hovlimizga kiradigan bo'lsak, qo'l uyimizga ichiga kirganimizda darvozaxona shunaqa katta keng qilib qo'yilgan. Tapchanimiz, teyda podvali ham bor ekan. Bu uyimizni sotib olgan odamga bonusiga aytilgan Damasimiz. Bino inshootimiz baland qilib imorat ko'tarilgan, tomlari yopilgan. Qo'l uyimiz maydoni 8 sotudan iborat. Orqa qismiga o'tadigan bo'lsak, bog'i bor, to'g'ri burchak. Quduq ham qazib qo'ygan ekan, suvdan muammo qilmasangiz bo'ladi. Yonda tashqari hojatxonasi ham bor ekan. 30 ta terak ekib qo'yibdi, qurilish qilaman desangiz muammo yo'q. Bu yoq tomonda o'tirlarni qarang, chiroyli qilib taxlab qo'ygan. Odamga havasi keladi. Videoga like bosib qo'ying, binoni ichini ko'ramiz endi. Videoga hali ham like bosmasiz. Videoga like bosib qo'ying, uyimizga ichiga kirib bo'ldik. Kirganimizda keng hol. 10 tomonimizda umumiy sanuzelimiz. Yonginasida oshxonamiz, zo'q kontorlarni qo'yib qo'yishgan. Cho'pli pul qilingan ekan, umumiy sanuzel, oshxona, holimiz. Koridor. Laminatlarni qarang, tekisligini chiroyli qilib did bilan tanlashgan ekan. Ugaloklarni aytmaysizmi? Qo'lga yarashib turishini. Chap qo'limizda mehmonxonamiz. Aboylarni qarang, chiroyliligini. Odamga havasi keladi. Eshiklari MDF ekan. Bu yoq tomonimizda ikkinchi mehmonxonamiz. Kengligini qarang mehmonxonani. Bu yoqqa kirganimizda bolalar uchun yotoqxona qilib qo'yilgan. 16 ta quvurg'a qo'yib qo'yibdi. Bolalarim issiq bo'lsin deb. Detskidan chiqishimiz bilan kattalar yotoqxonasiga kirib ketamiz, spalniga. Romlari akfadan ekan. Pardalarni qarang, pardalarni. Egalari didi bor ekan, remontlari yangi. Uy yoqdimi sizga? Kommunikatsiyadan muammo yo'q. Gazlari baland davleniyada ekan, Wi-Fi'gacha bor ekan. Narxi keladigan bo'lsa, $104,900 so'ralyapti. Bonusiga Damasi ham bor. Ham uyli, ham mashinali bo'lasiz. Videoga like bosing, Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.